Qur'onni tushunmay o'qishning savobi bo'lamdi. Abdori Sumeyya Aytürk. Qur'on Karimni tushunmay o'qishning savobi bo'lamdi degan bu tema bugungi akademik munoziralarning biri bo'lib qoldi. Qur'on o'qish, tushunish va ta'limotlarni o'rinlash faqat Alloh uchun qilinadigan to'liq qimmatli ibodatlar hisoblanadigan bo'lg'achqa, buning asli mohiyati va ichki yuzini tushunish shart qilinmaydi. Iymon va samimiyat bilan Allohga yaqinlashgan kishilar uchun Qur'on o'qish va tushunish savob manbalari bo'la oladigan bo'lib, Qur'on Karim va payg'ambar hadislarida Qur'on o'qishga savob beriladiganligi haqida nurg'unlagan dalillar bor. Qur'onning ma'nosini tushunib o'qish hamma orzu qiladigan, ammo o'rlab bo'lolmaydigan bir masala bo'lib, buni hammalar qilib bo'lolmaydi. Garchi Qur'onni tushunib o'qishning savobi yuqori bo'lsa-mu, ammo o'qigan Qur'onning ma'nosini tushunmaslik savobni butunlay bekor qilib o'tmaydi. Shunlashqa Qur'on o'qish bilan Qur'onni tushunish va amal qilish ayrim baholanishi, Qur'on o'quvchi ma'nosini tushungan bo'lsin yoki bo'lmasin, Qur'onni o'qigani uchunla ajr ola oladi. Biz bu tadqiqotga Qur'on Karimni tushunmay o'qishning savob yoki emaslik haqida munozara olib boramiz. Kirish so'z. Qur'on Karim nozil bo'lgan kundan e'tiboran dunyo va oxirat uchun musulmonlarga rahbar bo'lgan, zamon va makonning cheklimasiga uchramasdan iymon etganlarga kuch-quvvat ato qilgan, o'zgarayotgan dunyo masalalariga nisbatan insonlar har doim muhtoj bo'ladigan o'zgarmas prinsiplarni sungan bir ilohiy hayot buloqidir. Shundaqla Qur'on Karim Allohning so'zi bo'lganligi uchun butun islom dunyosi birlikka kelib qabul qiladigan birinchi sifatdir. Bu sababdan islom ulamolarining Qur'on haqidagi o'xshamagan qarashlari Qur'onning mavjudligi haqida bo'lmasdan, balki Qur'on Karim aloqador bo'lgan masalalar haqida bo'lgan. Musulmonlar Qur'on Karim orqali kishilik hayotini va jamiyatni isloh qilgan, shariy hukmlarni yakunlagan. Shundaqla Qur'on Karim bilan mashg'ul bo'lishni barakat va ibodat deb qaragan. Shu sababdan musulmonlar asrlardan beri Qur'on o'qishni islom an'anasi bo'yicha ibodatlashib ketgan bir faoliyat qatorida ko'rishgan. Ammo hech qanday bir musulmon Qur'on o'qishdagi maqsadning fonetiklik talaffuz ekanligini aytmagan. Chunki Qur'on Karimning birinchi g'oyasi islom jamiyatiga rahbarlik qilish orqali Allohning roziligiga erishishdir. Shuning bilan birga Allohning so'zini o'qishning ibodat ekanligiga doir dalillar Qur'on va hadislarda mavjuddir. Birinchi, ibodat degan nima? Ibodat lug'atda nihoyat keng ma'nolarni o'z ichiga oladigan bo'lib, tarkibiy jihatdan bo'yin egish, keng qo'rsoq bo'lish, itoat qilish, qulluq, taslimiyat degandek ma'nolarda ishlatiladi. Ibodat din hukm sifatida bo'lsa, Allohga hurmat qilish, muhabbat va itoat ko'rsatish, uning yaxshi ko'rishiga erishish uchun qilingan ish-harakatlar bilan o'xshash mohiyatdagi tushunchalarni va so'zlarni ifodalashdir. Ibodatni olimlar o'xshamagan taraflardan darajalarga ayirgan bo'lsa-mu, ibodatning tub asosida Allohning roziligiga erishish uchun qulluq ko'rsatish o'rin olmoqda. Ibodatlar faqat Allohning haqqi bo'lib, uningdan boshqa hech qanday mavjudot ibodatga loyiq emasdir. Shundaqla insonlar va jinlarning yaratilish maqsadi Allohga ibodat qilish bo'lg'achqa, faqat insonlarla emas, balki koinotdagi barliq mavjudotlar o'z yo'lida Allohga ibodat qiladi va qulluq ko'rsatadi. Ikkinchi, Qur'on o'qish va ibodat. Ibodat bütün dillarda o'rtaq bor bo'lgan asoslardan biri bo'lib, mohiyati va ijro qilish shakllari farqli bo'lsa-mu, har qanday dinning asosiy temalarining biri ibodat bo'lgan. Shundaqla ibodat shaxs va jamiyatning maxluqot bilan yaratuvchi o'rtasida aloqa qurib chiqadigan bir hodisadir. Shaxslar ibodat qilgan vaqtda yaratilish g'oyasiga uyg'un harakat qilish bilan jamiyatga moslashish orqali Allohning buyruqlarini ijro qilish orqali ruhiy huzurga erishadi.
Gerçi Qur'onning asosiy g'oyasi tushunib amal qilish bo'lsa-mu, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'onni tushunmasdan o'qishning ibodat va ajrga erishish vositasi ekanligini xabar berganlik uchun Qur'on Karim nozil bo'lgandan beri mo'minlar tushunib, buyruqlariga amal qilish orqali ibodat qilgandakla ma'nosini tushunmasam o'qishni ibodat holatiga keltirgan. Qur'on Karim buyuk bir barakat manbasidir. Uning bilan uchrashgan hammaga barakat qo'shadigan bir ilohiy kitobdir. Demak, Qur'on Karim Alloh tarafidan Jibril alayhissalom orqali mohiyati bilinmagan shaklda oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirilgan sahifalarda yozilgan, mutawatir naql qilingan, o'qilishi bilan ibodat qilinadigan Fatiha surasi bilan boshlab Nas surasi bilan oyoqlashadigan o'qishini keltirishdan barliq insonlar ojiz qilingan tili arabcha bo'lgan Allohning kalomidir. Qur'on Karim o'zini insoniyat uchun bir hidoyat manbasi, shifoliq va rahmat, vaz nasihat va ibrat, yo'l ko'rsatguchi, xush xabar berguchi ham so'zlarning eng chiroylisi deb tanitgan. Qur'on Karimning o'zi haqidagi sifatlari bular bilan cheklanmaydi albatta. Ammo uning faqat Allohning so'zi bo'lishila musulmonlar nazaridagi qimmat uchun yetarli dalildir. Qur'on va hadislarda Qur'on o'qish, tushunish va uningga amal qilishga tashviq qilish haqidagi ko'plagan ifodalar bor. Musulmonlar tarixdan beri Qur'on Karimga alohida ehtiyotlik bilan yaqinlashgan va uni boshtaja qilgan. Qur'on islomiy jamiyatdagi fikr bilan uzuqlantiradigan qonun yoki axloq kitobi emas, balki ma'no va lafziy jihatda kishilarga foydali bo'lgan. Mo'minlar uning Qur'on bilan shug'ullanishini ibodat deb qaraydigan, xotirjamlik bag'ishlovchi ilohiy kalomdir.